Parasati yo'q, chapillamay. Qo'yam ovoz chiqarmay yeydi mana qilib. Mol. Ya qo'ydi qo'ltig'i mana unga chapillamay yeydi, sizni sho'rillatib ichasanmi? Mana shunaqa tovushlarga asabim dosh bermaydi-da. Hozir ashqushni og'ziga chertaman. Asablarim dosh bermaydi, huquqlamay o'la xoram. Qaytiriqlayapti, asabim dosh bermaydi. Bilmadik dada. Yana tiriqlayapti-da. Yana asabimga margat qilyapti-da. Hozir ashtiriqlagan joyda ushlab olsam, ambulatoriyaga admin qilaman. Qaytiriqlayapsan. Asabim dosh bermaydi, qaytiriqlayapsan. Qo'yag'imga asabimga o'ynayapsanmi? Hozir daqa tepaman men seni. Telefon bitta ko'ra. Faqat Telegram, Instagram, WhatsApp galeriyaga kirmaysiz. Nimaga kerak? Nastroykaga kerakmi? Yo bo'lmasa budilnikka kirib budilnik qo'yib beraymi? Nima bo'ladi? Menga ishonmaysiz, rus tilida bir gap bor. Nikto не движим. Demadingiz, yo bo'lmasa vishga o'xshab demadingiz. Ma'nosi hech narsa abadiy emas. Alvido. Va, onasini emsi pagodaga qarab ish qiladimi? Gapiga qornim og'rib qoldi. Men jicha siqilib kelay. Yomg'irlar. Hamdam uchodi-yu, nima men ucholmayapman? Yo'qar demay. Bo'ldi, siqilavermang. Dadam siz bilan gaplashar ekanlar, yuring. Mana sizga aytgan yigitim. Qizim baxtli qilish uchun nimangiz bor? Maytda holim bor, keyin kontrayim bor, keyin bir ikkita banklardan qarzim bor, kredit olganman. Shu turishingda qizim baxtli qilmoqchimisan? Necha yoshsan o'zi? 20 yosh. 20 yoshli Abduqodir Xusarovga geliki bor. Oyiga 40 million dollar topadi. O'zingiz necha yoshsiz? 40 yoshmi? 40 yoshli Ronaldo ham Saudiyada yaxshi pul topyapti. Qimenda, eshitdingiz, sizga bitta gap. Otam aytgan, suvday bo'l degan. Piyalaga tushsang, piyaladay bo'l degan. Choynakka tushsang, choynakday bo'l degan. Uyingizga tushsam, uyingizday bo'laman. Latta kirisa. Men sizga ko'rsatib qo'yam. O'zingni bos. Bo'ladi. O'zingni bos, Dilnoz, bo'ldi. Nimaga Shahlo Ahmedovaga like bosdingiz? Ha, bosishli ekan, bosdim like-ni. Chiroyli rasm qo'ygan ekan. Ay, meni tanimaydi ham xotin. Boshqa ko'rmay like bosganingizni. Dadasi keling bitta o'yin o'ynaymiz. Siz meni xarakterimga o'xshatib berasiz. Men sizni xarakteringizga o'xshatib beraman. Davay. Shaqir qilmay yuva, mos o'tiramay yuvin. Men bitta chekib kelmasam asabim dosh bermaydi. Ming'ilurma ko'zing bo'lay mo'lgur. Ayasi? Dadasi. Ha, dadasi nima ovqat qilay? Lama qil. Voy, hozir xamir qil, cho'z, ancha vaqt oladi, boshqa ovqat ayting. Osh qil. Voy, osh hozir sabzi to'rg'a, u qil, dimla, vaqt oladi, boshqa ovqat ayting. Sho'rva ilib qo'ying. Voy, sho'rva hozir qaynat, uni kuyt, undan ko'ra tuxum pishirib beraman, bo'pti. Nimaga so'rayman? O'zimni biladigan ovqatimni qilar ekanman-ku. Siypalanmasdan tezlash. Kech qolamiz. Nimani hozir eshitilyapti? Ya to'g'risi ham-da, shunaqasilarda tan olinglar. Yashamaylik ekanda.